Men realni aytadigan bo'lsam, tez soqqa topgim keladi. Tez pul topsa mazza-da. Men har xil strategiyalarda savdo qilaman. Klassik, ICT hammasini aralashib ishlataman. Bitta strategiyani 100 marta tekshirganman, faqat o'shandan foydalanaman. Men 50% risk qilaman, kerak bo'lsa 100% ham risk qo'yaveraman, zato foyda zo'r bo'ladi. Bitta-bittimga 6-7% gacha risk qilsam kerak. Riskni bozordagi situatsiyadan kelib chiqib belgilayman. 1-2% dan katta risk qilmayman. Bozor qatga ketayotgan bo'lsa, o'sha tarafga ochaman. Agar o'sayotgan bo'lsa, bay, tushayotgan bo'lsa, sel. Tamom. Men 2-3 ta savdo kirish tochkalari bilan foydalanib ishlayman. Hammasini 100% aniq tekshirib ko'rmaganman. Faqatgina bitta savdo kirish nuqtasidan foydalanaman. O'zi har doim stressda yuraman. Har kuni balansimni oqizib boraman. O'zim ham tushunmayman. Qoidalarga amal qilishga harakat qilaman, ba'zida amal qilmayman. Men emotsional neytralman. Kuniga 5% dan ko'p yo'qotishga uchrasam, savdolarni to'xtataman. Men faqat hissiyotlarimga asosan savdo qilaman. Nima qilaman? Bozor analiz qilib. Asosiy e'tiborimni oylik foydaga qarataman. Kapitalimni 1 yil ichida stabil o'stirishga harakat qilaman.